Kimni uyida o'sha hujjatida zaxvatli joyi bor bo'lsa, agar misol uchun o'sha ko'pincha eski uylarda, eski hovlilarda bo'ladi, eski dokumentli uylarimizda bo'ladi. Zaxvatli joyi bo'lsa, срочно uni borib ro'yxatga oldirib qo'ying. Chunki hozir ish jarayoni ketyapti. O'sha o'zboshimcha egallangan joylarni sizga doimiy foydalanish qilib qo'shib berish holatlari. Hozir ham mana bitta joyga ko'rgani keldik. Joy sotilayotgan joyni ko'rgani keldik. Bularda ham xuddi shunaqa uylarida ya'ni o'zi boshimcha egallangan joy, o'zi boshimcha egallangan, ya'ni zaxvat joylar bor ekan. Ular o'ylayaptilarki, olgan odam o'zi qo'shib oladi deyaptilar. Lekin sotuvda o'sha joyni ham hisoblayapti, ya'ni pulga chaqiryaptilar. Sotilayotgan paytida zaxvatga hech kim pul bermaydi. Shuni yaxshilab bilib olish kerak. Siz qachonki hujjatga kirgizsangiz, ya'ni doimiy foydalanish qilsangiz, keyin u joy pulga hisoblasangiz bo'ladi. O'shaning uchun hozir ukamga ham tushuntirdim. Ular rahmat aytdilar, tushundilar va ertadan boshlayman bu harakatni dedilar. Albatta, ko'pchilikda shunaqa holat bo'ladi. Olgan odam o'zi to'g'irlaydi, keyinchalik to'g'irlayman deb bu narsa yuzaki qaraladi. Yo'q, bu jarayon qancha davom etishini hech kim bilmaydi. Balkim tugab qolishi mumkin. O'shaning uchun срочно hozir imkoniyat bor paytida borib ro'yxatga oldirib qo'yganingiz yaxshi. Zaxvat, ya'ni o'sha o'z boshimcha egallangan joyga siz qurilish qila olmaysiz. Doimiy foydalanish qilsangiz, keyin qurilish qilishingiz mumkin.